Bugun sizlarga o'zim ishlatib ko'rgan SPF'larni chestniy o'siflari bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib shu Celion SPF'ini ishlatib ko'rganman. Surib ko'chaga chiqqan kunim qop-qora qiz bo'lib uyga qaytib kelganman. 10 dan 2 beraman bunga. Ikkinchi bo'lib ishlatgan SPF'im mana shu Cosrx brendidan bo'lgan, yuzimga juda ham yoqqan, yuzimni oqartirib, chiroyli qilib qo'ygan, 8 soatgacha himoya qilib bergan. Ustidan tonalka surganimda ham umuman yig'ilib qolmagan. Bunga 10 dan 10 beraman. Keyingisi Beauty of Joysondan bo'lgan, yuzimni namlantirib yuborgan, bu quruqroq, kombo bo'lsa ham quruqroq kombo yuzlarga yaxshi tushar ekan. Meni yuzimni yozda yog'lantirib yuborgan, keyin ustidan tonalka ham yotmagan. Quruq kombo yuzlarga yaxshi tushib bergan, lekin klientlarimdan zo'r o'tsiflar olganman. Bunga 10 dan 9 baho beraman. Keyingisi Round Lab xuddi shu ko'k SPF'ini olib ishlatganman. Yuzimni chuqur namlantirib, zo'r qilib qo'ygan, effekti zo'r bo'lgan, kun davomida yuzimni zo'r himoya qilib bergan. Bunga 10 dan 10 qo'yaman. Keyingisi xuddi shu SPF tonli variantini ishlatganman. Yuzimni zo'r turib bergan, yuzimni yaltiratib, sepkinlarimni ham yopib bergan, ustidan tonalka ham surib olganman. Kun davomida zo'r turib bergan. Bunga ham 10 dan 10 baho beraman. Keyingisi Round Lab shu yashil SPF bo'lgan, kombo yog'liroq yuzlarga juda ham zo'r tushib beradi, yuzingizga oq ton beradi. Agar yuzingizda qizarishlar bo'lsa, qizarishlarni ham zo'r yopib berar ekan. Bunga ham 10 dan 10 qo'ygan bo'lardim. Keyingisi Centella'ning ko'k SPF, meni eng yaxshi ko'rgan SPFlarimdan bo'lgan, 2-3-4 marta qayta ishlatganman bu SPF. Ham ba'zi o'rnida ham ketadi, yuzinglarni ham namlantiradi, yog'lantirib bormaydi, kontrol qilib turadi, effekti zo'r. Bunga 10 dan 100 baho qo'ygan bo'lardim. Keyingisi hozir ishlatayotgan SPF Viti Cosmetics'dan yuzni zo'r qilib namlantirib qo'yadi, yog'lantirib bormaydi, makiyaj bilan ham chiqishadi, ajinlarni ham yoshga yordam berar ekan. 10 dan 11. Sizlar shu SPFlardan qaysi birini ishlatib ko'rgansizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar.